Assalamu alaykum qadrli tomoshachilarimiz. Mingda bir xazina topshiruvimizni boshlab jiberamiz. Bugun bizda qonaqda Süleyman hamda endi Zinnur. Do'stlarim, kayflaringiz nechik? Dik yaxshi. Bolalar, sizdan so'raysim kela. Siz nindi shashaklar bilasiz? Lala roza. Lala, shashagi roza, tog'ida. Tog'ida nindi shashaklar? Romashka, aferin Süleyman. Yari, mana bu tovushmoqning javobini bilirsizmi ekan? Aydagizali qaraymiz. Nishka yashil soboqda, yo'l bo'yinda shor o'sgan, qo'y orada jil iskan, oq shor o'shqonda ketgan. Narsa bu? Aduvanchik. Dik yaxshi. Aning tarjimasi tuzg'anoq. Tuzg'anoq turida siz narsalar bilasiz? Zinnur, Süleyman, aydagizali aytdingiz. Ani ururga qiziq, evet. Hayır. Tag'i. Ul foydali shashakmi? Yok. Nega? Hayır. Ul bekda foydali shashak. Annem tasarayı kak. Ul bir jirdagina o'sami, ammada lekin bor jirga da taralami. Durust, aferin tog'ida. Tuzg'anoq turida biz bir necha faktlar aytib o'taygali. Tinglaysizmi? Aydagiz, ketdik. Tuzg'anoq shashagi yer sharining har burchmog'ida bor deyarlik. Bigrakda ko'p ittirib Yevraziya yerlarida o'salar ekan. Tuzg'anoq 1000 yillik o'simliklar ratiga kira. Uning tosh yopraqshiqlari quyilib bitgach, biz ururga yaratuvchi urliqlari shiga. Jil isib ketgandan so'ng yoki biz urib jibersak, uning urliqlari tuproqqa tushgancha bir necha 100 kilometr ushib yururga mumkin ekan. Amina tuzg'anoqning tomirlarida qavshuq bo'lganga ko'ra, shashakning qo'y bir turlarini maxsus ittirib o'stirganlar. Bugungi kunda tuzg'anoq so'gindan qavshuq ishkartib chiqaruv bo'yicha tekshiruvlar uzdiriladi. Bolalar, sizning o'ylab qaraganingiz bormi? Ni uchun tuzg'anoq shulay ko'p ittirib o'sa ekan? Zinnur, sening o'ylab qaraganing bormi? Seningda yo'qmi? Yo'q. Yari. Tuzg'anoq o'simligine ziyon solinsa da, ul yuqqa shiga yozgan tomirdan da yonarib o'sib keta ola ekan Zinnur. Tuzg'anoqqa qarab soatni durustlarga bo'la. Shashak ertangi 6 da ochila, ham kunduzgi 3 da yopila. Yolg'ishlik 1-2 minut bo'lirga mumkin. Bolalar, tabiatda tuzg'anoqning shamaha, purpur tuslarida da uchratib bo'la. Haligi shashaklarning Kafkasning tog' betlarida ko'rishga mumkin. Amina Amerikaning Ogayo shtatida may oyining 1-shanbasida tuzg'anoq kuni belgilanib o'tar ekan. Bu kunni endi kishilar kiyimlarini tuzg'anoq shashagi bilan bezaylar, ham shashakdan turli rizqlar azirlaylar ekan. Do'stlar, bugun biz sizning bilan tuzg'anoq yasab qarayashaqmiz. Bizga narsalar kerak bo'lashaq? Jilim, albatta Zinnur, albom bitlari. Hamda endi men sizga mana shunday motor tuzg'anoq shashaklarini yasab qo'ydim. Hozir biz ularni birgalashib yopishtiramiz. Hamda endi bo'yaymiz. Ketdik. Biz ishlab bitirdik.
Достар, әйдәгез әле тамашачыларга да күрсәтеп киттек әле безнең нинди матур тузганак килеп чыкканын. Әйдә, Сөләйман, күрсәт. Ох, синең хәтта лейкаң да бармы ни? Бик матур килеп чыккан. Шулай бит, Зиннур, кара әле син. Әйдә, хәзер синең рәсемеңне карыйбыз. Кай әле. Ох, хәтта синең радуга да бар бит. Салават күпере. Матурмы, Сөләйман? Әфәрин, булдыргансыз. Дуслар, сез дә өйләрегездә матур-матур тузганаклар ясап карагыз. Һәм инде тузганак сезнең бүлмәгезне бизәп торыр. Шуның белән безнең 1001 хәзинә тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.